Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum. Mana bugun yana yayov yuribmiz bog'da. Kamida hozir men 5000 qadam yurdim. Hozir soat 6 dan mashq bo'ladi. Ungacha yurib kelyapsam, Mutalib akamni ko'rib qoldim. Mana Mutalib aka, assalomu alaykum Mutalib aka. Va alaykum Mana assalom. eng keksa sportchimiz. 90 1.90, 89 yoshda ekanlar. Bu ko'p umr ko'rishda siri nimada Mutalib aka? Ko'p umr ko'rishda siri shu yaxshi to'g'rilik, birovga yaxshi muomala qilish, birovga diliga ozor bermasa, shu birovga yaxshilik qilsa, shu ehsonlik qilib yursa yaxshilik. Undan keyin mana yurishlaringizni ham gapiring. Yurishlarimiz mana aylanib yuribmiz. Xudoga shu bog'lar ichida menga qaytib shukrona keltiramiz. Rahmat. Hammamizga sizga Xudo ko'rsatganiga, uchratganiga man shukr. Amin, amin. Sog' bo'ling, biz ham siz yoshingizga yetib yuraylik inshaalloh. Yetib o'tib sizlarga ham uzoq umr bersin, ulug' rizqlar bo'lsin. Rahmat. Nima Amin. Eng avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz, elimiz Tinchlik bo'lsa, mana shunday go'zal o'tirishlarimiz, yurishlarimiz yarashar ekanda. Xudo xolasa yurtimizga ko'z tegmasin. Xudo xohlasa. Sog' bo'ling. Rahmat. Mutalib aka, sog' bo'ling. Rahmat.